nasoslarda hozir Parkent tumanida ham почти 50-60% nasoslarni ham yangilab bo'ldik, xudo xolisa. Yangi nasoslar qo'ydik. Mana hozir 1-2 kun, 3 kunda turbasini hal qilamiz. Bog'chaning suvini biz bo'ynimizga olamiz. Tortib beramiz. Ekskavatorda ham o'zimizlar ijtimoiy sohada endi buni bir haftada suvini qilamiz. Bog'chaning suvini kiritaylik, bolalarga suv kiritib beraylik. Parkent tumaniga viloyatdan kelgan suv ta'minoti sayyor qabuliga men murojaat qilgan edim. Bolalar bog'chasiga suv ta'minotini birinchi navbatda yordam qilib suv chiqarib berishlarini aytgan edi. Biz juda ham xursandmiz. Bolalarimizni birinchi navbatda o'ylaganligi uchun yordam beradigan bo'ldi. Rahmat sizlarga.